Farg'ona, Yarkent va Qalmoq so'qishlari. Hijriya 878, ya'ni milodi 1473-yili Farg'ona hukmdori Ömer Shayx Mirza Sharqi Turkistonning yeri bo'lgan Naringa hujum qildi. Buni anglagan Sultan Yunusxon nurg'un askar bilan Naringa yurish qildi. Narinning g'arbida Farg'ona chegarasidagi Tekesakar daryo bo'yida qattiq urush bo'lib, oxiri Ömer Shayx Mirza mag'lub bo'lib asirga elindi. Sultan Yunusxon kuyovliga hurmat qilib, yaxshi muomala bilan nasihat qildi. O'ttirda tajovuz qilishmaslik ahdnomasiga qo'l qo'yishib, Ömer Shayx Mirzani Farg'onaga uzitib o'zi Olmaliqqa qaytdi. Undan keyin Sultan Yunusxon bilan Ömer Shayx Mirzaning munosabatlari kundan kuniga texmo yaxshilang'ili va Sultan Yunusxon g'arbiy chegarasidan xotirjam bo'lib, yurtning boshqa taraflaridagi askariy faoliyatlarga kirishib ketdi. Hijriya 879-yili Sultan Yunusxon 30 ming askari bilan 3, ya'ni Oqsuga keldi. Qashqar hukmdori Muhammad Haydar Mirza Uchga berib xonni ziyorat qildi va Abubakri Mirzaga hujum qilish uchun yordam talab qildi. Xon uni Qashqarga qaytib askar to'plashga buyurib, o'zi orqasidan keldi va Qashqarda yig'ilgan 20 ming askarni ilib, jami 50 ming kishilik zo'r bir qo'shin bilan Yarkentga qarab yurish qildi. Buningga qarshi Abubakri Mirzaning 2000 askarlik ozg'ina bir quvvati edi. Lekin harbiy salohiyat jihatdan Abubakri Mirzaning qismlari ustun turadi. Chunki Sultan Yunusxonning askarlarining to'lisi jangovarlik qobiliyati bo'lmagan, qadimdan tortib bulang-talanga otlanib ketgan Mo'ng'ul va Qirg'izlardan iborat edi. Abubakri Mirzaning askarlari bo'lsa, harbiy jihatda yaxshi tarbiyalangan, tartib, intizomlik, yerlik, ya'ni yarkentlik va xo'tandlik yoshlardan tashkillangan, to'liq qurollangan jangchilar edi. Uning ustiga Abubakri Mirza allaqachon Yarkent shahridan 18 mil g'arbdagi, ya'ni Ko'k Robat degan joyda nihoyatda quvvatli bir istiqom tayyorlab qo'ygan edi. Xon Ko'k Robatga kelar-kelmas shiddatli urush boshlanib, xonning askarlari og'ir holda mag'lubiyatga uchrab, parakanda bo'lib qochdi. Natijada xon Qashqarga chekinishga majbur bo'ldi. U yerdimi askarlarini to'play olmay Uchga berib to'xtadi. Muhammad Haydar Mirzamo Qashqarni vayron qilib, qechib xonning orqasidan yetdi. Shuning bilan Qashqar Abubakri Mirzaga qoldi. Abubakri Mirza to'g'risidagi boshqa voqealarni, ya'ni Tug'lat tarixchisi degan bo'limda tafsiliy bayon qilaman. Ta Sultan Yunusxonning vafotigacha Abubakri Mirza bilan urushishga vaqti bo'lmadi. Chunki u yerda O'zbek va Qozoq xonlari kundan kunga kuchlanib qolgan edi. O'zbeklar Sir daryo va Chu daryo oyoqlaridagi joylarni, qozoqlar bo'lsa Balqash ko'lining shimolidagi joylar, ya'ni bugungi Semplatiskini ishg'ol qilib, Sharqiy Turkistonning shimoliy qismlariga tahdid selayotganlikdan xon askariy kuchining buyuk bir qismi shimolda turg'izishga majbur edi. Oltoy va Emil o'lkalarini Qalmoqlar istilo qilib, Ili, Yettisu va Barko'l chegaralariga pat-pat hujum qilib, parakandichilik tug'dirib turadi. Shuning uchun xon kuchlaridan muhim bir qismini Turpan umumiy valisi Kepak sultonning rahbarligida Qalmoqlarning ustiga yo'lladi. Hijriya 885, ya'ni milodi 1480-yili atrofida Kepak sulton Qalmoqlarni mag'lub qilib haydivatdi.
Sultan Yunus xonning Toshkentni poytaxt qilganligi. Sultan Yunus xon va kuyovli Ömer Shayx Mirzo orasidagi munosabat yaxshilangandan keyin bularning orasida berish kelish ko'paydi. Bu arada Ömer Shayx Mirzo ve aksi Sultan Ahmet Mirza Sir daryosining shimolidagi Toshkent ve Shahirxiya, ya'ni Shahruxiya degan ikki shaharni talishib qolgan. Ya'ni Shahruxiya aslida Finakit deb atalgan Sir daryosining shimol yoqasiga yaqin Xo'jand shahrining o'ttiriga joylashgan cho'ng bir shahar edi. Hozir bu shahar yo'q. Bu ikki shahar Ömer Shayx Mirzoning qo'lida edi. Hijriya 888, ya'ni milodi 1483-yili Sultan Yunus xonning Ömer Shayx Mirzo nikosidagi qizi Qutlug' Nigar xonim bir o'g'il tug'di. Ömer Shayx Mirzo bu o'g'ilning ot to'yiga Sultan Yunus xonni da'vat qilib, dabidabilik bir murosim bilan balaga, ya'ni Batur deb ot qo'ydi. Shu davrning taraqqat mushritlaridan Xo'ja Abdulloh Ahrori buningga, ya'ni Zuhriddin Muhammad deb ism qo'ydi. Ya'ni mana bu butun Hindistonni fatih qilgan mashhur Batur podshodir. Bu murosimdan keyin Ömer Shayx Mirzo Akufka o'rtasida talashga tushib qolgan ikki shahar, ya'ni Toshkent va Shahruxiyani Sultan Yunus xonga hadiya qildi. Sultan bu ikki shaharni qo'liga oldi va Toshkentni poytaxt qilib o'ltirdi. Hijriya 890, ya'ni milodi 1485-yili Turpon, Beshbaliq, Chalish, Kucha va 3 viloyatlarining umumiy valisi Kepak Sultan vafot bo'lib, o'rniga xonning ikkinchi o'g'li Ahmad xonni vali qildi. Ahmad xon qalmoqlar bilan uzun urushib, ularni og'ir mag'lubiyatlarga uchratdi va har xil belgilangan miqdorda boj siliq to'lash sharti bilan o'ziga tava qildi. Ahmad xonni qalmoqlar o'zining jon dushmani deb toniganliklari uchun uni, ya'ni A'lochi, ya'ni qalmoqchida uzun bo'yliq odam degan ma'noda deb ataydi. Ahmad xon bu laqabni yaxshi ko'radi. Keyincha u bu laqab bilan Ahmad A'lochixon deb mashhur bo'ldi. Zaman o'tgan sari Turkiston xalqi ichida bu nom talaffuzi buzilib, Elchixon bo'lib qoldi. Sultan Yunus xonning madaniyat uchun qilgan ikki muhim xizmati. U chaqlarda Sharqiy va G'arbiy Turkistonda davlatlar va qabilalar bir-biri bilan urushib, asirga olgan odamlarni qul qilib, dunyoning har qaysi joylariga opirib sotadigan odatlari bor edi. Sultan Yunus xon Sharqiy Turkistonda bu ishni qat'iy ma'ni qilib, insonni setish yoki setib olishni yo'qotdi. G'arbiy Turkiston, Afg'oniston va Eron qatorliq mamlakatlardagi ko'rgan hukmdorlarga shu davrning taraqqat murshlari bo'lgan Xo'ja Abdulloh Ahrorining tashviqi va tasdiqi, ya'ni fatvosini qo'shib uqtirish qilib, musulmonlardan qul bo'lib qolganlarni ozod qilishni bildirgan. Natijada minglarcha qul ozod qilingan. Ili jilg'isi, Yetsu, Chu daryo bo'yi, Talas va Issiqko'l atrofidagi qadimdan tortib favqulodda obod va ko'rkam 100 ga yaqin shahri bo'lgan bu yerlar Chingizxon avlodlarining harbiy yurishlarida besib o'tgan yo'l ustida bo'lganlikdan va Chag'atay xonadoni bilan Temur Bey va uning avlodlari zamonasidagi ichki va tashqi urushlarda jang maydoni bo'lganlikdan butunlay dugidak xarobiylikqa aylanib birmu shahar saq qolmagan edi. Xalq yurtlarini tashlab ko'chmanlik va bulang talangchilikqa odatlanib ketganlikdan
bu mamlakatlarni obod qilish, shahar kentlar qurib chiqish imkonsiz bir holga kelib qolgan edi. Sultan Yunusxon bu o'lkalarni obod qilish va aholisini madaniyatga boshlash uchun ko'p tirishgan bo'lsa-mu, muvaffaq bo'lolmadi. Oxiri Sultan Yunusxon oldi bilan bulardan bir qismini zo'rlab, shahar hayotiga va madaniyatga odatlantirib, undan keyin bularning kuchi bilan asta-asta shahar va kentlar vujudga chiqarish lozim degan fikrga kelib, uning mamlakatlarda yashayotgan xalqlardan bir qancha ming kishini zo'rlab ko'chirib kelib, Toshkent shahriga yerlashtirdi. Bulardan bir qismi yo'lda, bir qismi Toshkentga kelgandan keyin qechib ketgan bo'lsa-mu, ko'pchiligi Toshkentda bir qancha yil turib qoldi va shahar hayotiga ko'ndi. Sultan Yunusxon bir mezgil o'tgandan keyin bularni o'z yurtlariga qaytarganda, bular yurtlarda o'z qo'llari bilan yez kentlarini, shaharni vujudga chiqardi. Olma-Ota, To'qmoq va Qoraqo'l shaharlari bulardan bir qanchasi. Mahmud xonning xon bo'lganligi. Sultan Yunusxon Hijriya 892, ya'ni milodi 1487 yili vafot bo'lib, o'rniga valiahdi, ya'ni taxt varisi bo'lgan cho'ng o'g'li Mahmud xon xonlik taxtiga chiqdi. Sultan Mahmud xonning taxtiga chiqqan chog'da siyosat va harbiy ishlarda qobiliyati bor bir podshoh uchun saltanatni texmo mustahkamlashga, territoriyasini kengaytib, Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkistonni birlashtirilgan buyuk bir turk imperatorligi qurib chiqishga tamoman imkoniyat bor edi. Chunki u chog'da Sharqiy Turkistonning ozg'ina bir qismi, ya'ni Xotan va Yarkandagi Abobakr Mirzaning kichik bir askariy qismlaridan boshqa sultonga qarshi chiqaligidek bir kuchmi yo'q va butun xalq davlatga itoat qilib, tinch amonlik ichida yashamoqda edi. Mamlakat miqyosidan ko'p sonda askar yig'ib, zo'r va kuchli bir harbiy quvvatga ega bo'lish asosan masala edi. G'arbiy Turkistonda Ko'rgan xondoniga mansub shahzodalar viloyatda, hatto bir shaharda mustaqil bo'lib olib, bir-biriga dushman edi. Bo'linmachilik va feodallik shakli bilan munqariz bo'lish davrini yashamoqda edi. Ammo Sultan Mahmud xon bundaq bir fursatdan foydalanmaydigan qobiliyatga ega kishi emasdi. Bu ahvolni Podshoh Bobur, ya'ni Bobur tuzuki degan asarda mundaq deb yozadi. Ya'ni xondodam, ya'ni Sultan Mahmudni demakchi. Jangchi odam emas edi. Askarlardan tamoman xabarsiz edi. Tarixiy Rashidning muallifi Haydar Mirzo, ya'ni Sultan Mahmud xon qobiliyatsiz bir shahzoda, tayyor podshohlikqa ega bo'lib, uning qadriga yetmagan bir zot edi. Dadasining ishonchlik amirlarini ishdan bo'shatib, o'rniga o'zining yosh va tajribasiz og'aylarini qo'ydi. Bu xato tadbirlar va nochor idoralar tufaylidan ish bildiganlarning hammasi sultondan yuz o'rib, har tarafga tarqalib ketdi. Sultan Mahmud xonning rohatparvarsizligi va tadbirsizligi natijasida yuz bergan fojialik voqealar nihoyatda to'la. Sultan Mahmud xonning saltanatining yiqilishi va o'zining dushmanlar tarafidan shahid qilinishi mana shu fojialardan biri deb yozadi. O'zbek hukmdori Ubul Xayrning navrisi Muhammad Shibani xon, ya'ni Shohbeg va Shohbaxt debmi ataladi. Yurtida mag'lubiyatga uchrab qechib chiqib, Sultan Ahmad Mirza tarafidan Buxoro valiligiga tayinlangan Abdul Ali Tarxonning xizmatiga kirgan edi.
Keyincha yeniga bir qancha o'zbeklarni yig'ib olib, Abdul Ali Tarxonga tuzkorlik qilib qechib Sultan Mahmudning qishig'i kelib oldi. Chingizxon avlodi deb Sultan Mahmudxon uni hurmatlab yeniga oldi va yaqinlik ko'rsatib suhbatlarga qatnashtirdi. Muhammad Shibani xon gapga usta, harbiy va siyosat ishlarida xeyli mahoratli odam edi. Sultan bilan bo'lgan suhbatlarining birida Ko'rgan xonadonining bek ojizlashib qolganligidan so'z ichib, ya'ni agar sultan menga buyruq bersa va bir oz askar bersa, ko'rganlarning shaharlaridan mumkin bo'lganlarini olsam va shuning bilan ko'rganlarning kangri mamlakatlari sultonga tava bo'lsa degan. Sultan Mahmudxon bu fikrni qabul qilib, Hijriya 893-yili, ya'ni milodi 1488-yili atrofida Shibani xonga bir qism askar, pul, lozimat berib, Toshkentning shimolidagi O'tiroz, Savron va Turkiston qatorliq shaharlarni ilishga avatdi. Bu shahar u chaqda Sultan Ahmad Mirzaning hokimiyati ostida bo'lib, Muhammad Farid Tarxon vali edi. Muhammad Shibani xon Muhammad Farid Tarxon bilan urushib, uni mag'lub qilib, yurtni ishg'ol qildi. Sultan Mahmud xon Turkiston shaharini Muhammad Shibani xonga va Savron shaharini uning inisi Mahmud Shibaniga berdi. Hijriya 895-yili, ya'ni milodi 1490-yili Qozoq xoni Baranduq xon Turkiston shahriga hujum qilib, tortib oldi. Sultan Mahmud xon darhol askar avatib, Baranduq xonni qo'g'lab chiqarib, shaharni yana Muhammad Shibani xonga berdi. Undan keyin Shibani xon o'z yurtlaridan qechib kelgan o'zbeklarni yeniga to'plab, kundan kunga kuchini oshirib, atrofdagi yurtlarga kichik ko'lamlik yurishlar boshildi va bu shaklda Sultan Mahmud xon tarafidan Turkiston shahrining hokimi va askariy qo'mondoni sifati bilan 10 yildan oshiqroq turdi. Buningdan keyingi voqealarni tövanda navbati kelganda tafsiliy bayon qilaman. Sharqiy Turkistondagi Chag'atay davlatining yiqilishi. Sultan Mahmud xongacha o'tgan Chag'atay hukmdorlarining 300 yil davom qilgan davlati Mong'ol davlati deb ataladi. Chunki bu hukmdorlar Chag'atay jamiyatidan bo'lganliklaridan boshqa, ularning idoriy tashkiloti va rasmiy murosimlari butunlay Mong'ol an'anasi bo'yicha bejiriladi. Davlatning yuqori mansabdorlari va askarlarning ko'pchiligini Mong'ollar tashkil topgan bo'lib, bu hukmdorlar musulmon bo'lganligidan keyinmi bu vaziyat davom qilgan. Ammo Sultan Mahmud xon shahid bo'lib, 8 yil o'tgandan keyingi Sultan Said xon qurgan davlatda yolg'iz hukmdorlar Chag'atay xonadonidan bo'lib, davlat odamlari va askarlar xos sharqiy turkistonliklardan tarkib topgan. İdare tashkiloti, rasmiy murosimlar, umumiy turmush shakli, ma'rif va boshqa ijtimoiy ishlar jihatdan Sharqiy Turkistonning madaniy aholisining ruhiy holati va islom madaniyatiga uyg'un. Burunqi Chag'atay davlati davrlaridan butunlay boshqa shaklda edi va Mong'ol an'analaridan uzoq edi. Mana bu sababdan Sultan Mahmud xonning shahid bo'lishini Chag'atay Mong'ol davlatining yiqilishi demak lozim. Sultan Said xondan boshlab Appoq Xo'ja yig'isi va Qalmoq istilosigacha davom qilgan davlatni Sharq Turkistonning milliy davlati va yoki birlik davlati deb atash uyg'un bo'ladi.
Shuning uchun Chag'atay davlati davridagi Sharq Turkistonning ilmiy, ijtimoiy va siyosiy ahvoli to'g'risidagi ma'lumot va ko'z qarashlarni tövəndə so'zlab o'taman. Chag'atay davlati davrida Sharqiy Turkistonning ijtimoiy va idora tashkiloti Chingizxon istilasi dastlabki ko'rinishda Sharqiy Turkistonni kuchlikning zulmini buzib chiqishlaridan qutqazganligi uchun bu yurtni dahshatlik bir balo qazo saqlab qolgandek ko'rinadi. Haqiqatda bo'lsa, Sharqiy Turkistonning bu davrda davomsiz bir bo'hrondan muzmin, ya'ni davomliq bir illatga giribdor bo'lganligini ochiq ko'ramiz. Chunki kuchlik o'zi bir ashaddiy zolim, ishg'ol qilgan yerlarning hammasini urib chiqib, o't qo'yib vayroniga aylantirib o'tadigan bir vahshiy bo'lsa-mu, uning orqasida quvvatli bir askariy kuchi yo'qdi. Millatning haqiqiy bir inqilobiy harakati uni butunlay yo'qota olishi mumkin edi. Ammo Chingiz istilasidan Chag'atay davlati yiqilganicha bo'lgan 300 yil ichida Sharqiy Turkiston xalqi qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lmaydigan dahshatlik bir quvvatning ezishi ostida qoldi. Sharqiy Turkiston xalqining tortgan zulm, jafo mushaqqatlari va bu millatning madaniyati uchirgan ziyonning oldida Chag'atay davlatining bu millatga qilgan foydaliq va farovonlik ishlarining qimmati yo'q hisobda qoladi. Tangri tog'ining shimolidagi Issiqko'l atrofi, Talas, Ili, Yettisu, Emil, Oltoy bo'lgunlari davomli harbiy yurish yo'li edi. Uning ustiga bu joylar Chag'atay xonadonining ichki kurashlarining qonliq jang maydoniga aylangan. Tömirbek va uning avlodi davridagi urushlarda bu joylar hujumning oldingi sepi bo'lgan. Mana bu sababdan bu o'lkalarning 100 dan ortiq shaharlaridan birsimu saq qolmay vayronlikqa ko'chman mo'g'ullarning yoki boshqa qabilalarning mol boqadigan yoyligiga aylanib qoldi. Boyligini va madaniyatini yo'qoldi. Mo'g'ul davlati davrida eng og'ir falokatga uchragan yerlar mana yuqorqi joylardir. Janub o'lkalari, ya'ni 6 shahar, Turpan va 5 baliq o'lkalari bo'lsa, nisbatan tinch o'tgan joylar bo'lib, shaharlari ancha vayron bo'lmagan va xalqimi qatlamga uchirmagan edi. Lekin og'ir boj siliq dastidan qattiq ezilgan bu sababdan Qaraxoniylar va Qara Xitoylar davrida qo'lga keltirgan madaniyat va iqtisodiy ne'matlari va farovonliklari yo'qolgan edi. Bu ahvol Mo'ng'ul hukmdorlarining madaniyat dushmanlaridan va yoki qobiliyatsizligidan kelib chiqqan emas. Chunki Mo'ng'ul hukmdorlarining yasoq, ya'ni qonunlari va idoriy tashkilotlari madaniyat usullariga uyg'un. Xalqning xavfsizligini va farovonligini ko'zda tutgan adolatparvar bir tartib intizom edi. Davlatning tinch davrlarida xalq manfaati va madaniyat uchun qilgan yaxshi ishlarmi bor. Ammo Sharqiy Turkistonning beshiga kelgan musibat va falokatlarning sababi Mo'ng'ul xonadoni hukmdorlarining o'z ichidagi ichki ixtiloflardan tug'ilgan tugunmas putmas jidal mojarolar va qonliq urushlar edi. Tövəndə mana shu davrda Janubiy Sharqiy Turkiston xalqining madaniy, ijtimoiy ahvolini va Chag'atay davlatining idoriy tashkilini bayon qilamiz. Ijtimoiy ahvoli.
Chingizxon va uning avlodlari yurgizgan siyosatda mag'lub bo'lgan millatlarning ilmiy, diniy va ijtimoiy ishlarida ularga erkinlik berilgan bo'lsa-mu, bu ishlarning taraqqiy qilishi uchun yordam qilish haqida belgilama yo'qdi. Shuning uchun Sharqiy Turkistonda kuchli xon zamonasida vayron bo'lgan ilmiy va adabiy ishlar Mo'ng'ullar davrida faqat Sharqiy Turkiston millati tarafidan yangi boshdan gullandirildi. Agar davlat ko'ngil bo'lmasa, huquqsiz va pulsiz qolgan bir millatning tirishchanligi bilan ilgirlashlarning bek osti bo'lganligi tabiiy. Sharqiy Turkiston xalqi azaldan ilm va madaniy hayotga odatlangan bir xalq bo'lganlikdan ota-bobolarining ilmiy, adabiy asarlarini va muassirlardan qap qolganlarini saqlab qilish uchun qo'lidan kelishicha tirishgan. Mavjud madrasa va maktablarda ta'lim-tarbiya ishlarini davom qildirgan. Keyincha ba'zi hikmatlik olimlar va vatanparvar boylar tarafidan yangi maktab va madrasalar bino qilindi. To'g'liq To'mirxon musulmon bo'lgandan keyin hukumat qatlarining hammasini islomga kirgizish bilan Sharqiy Turkistonning ilmiy hayotiga zo'r kuch qo'shildi. Hukmron xonlar va yerlik kichik hukmdorlar ko'plagan madrasalarni ichib, butun kentlarda bu madrasalar uchun yer vaqfi qildi. Dunyoning har tarafidan cho'ng olimlarni ilib kelib, bu madrasalarda o'qitish vazifalariga tayinladi. Uzunga qolmay Sharqiy Turkistondami katta olimlar yetishib chiqdi va dunyoning boshqa joylariga ustoz bo'lib taraldi. Mashhur mulla Abdurrahman Jami va Ali Shirbek Navoiy qatorliqlarning shu chog'larda Qashqar madrasalaridan chiqqan Mavlana Saididdin Qashqarning shogirdlari ekanliklari ularning yozgan asarlaridan bilinmoqda. Qashqar, Xotan va Kucha shaharlari shu zamonning muhim ilmiy markazlaridan hisoblanadi. G'arbiy Turkistonning To'mirbek va o'g'illari davrida ilm va ma'rifatda bak taraqqiy qilganligi hammaga ma'lum. U chaqlarda bu ikki yurtning hukmdorlari orasida to'laroq siyosiy dushmanlik kelib chiqqan bo'lsa-mu, xalqning ilmiy va ijtimoiy ishlarida bir-biridan foydalanishlarida hech to'sqinlik yo'qdi. Shuning uchun ilmiy va madaniyat saviya jihatda Sharqiy Turkiston bilan G'arbiy Turkiston farqlanib ketmaydi. U chaqda butun islom madaniyatlarida adabiy til arabcha bo'lgandek, Sharqiy Turkistondami arabcha edi. Adabiyotda turkcha va farscha taxminan teng darajada bo'lib, shoirlar she'rlarini bu ikki tilda yozgan. Shu chaqda yozilgan kitoblar va shoirlarning divonlaridan zamonimizgacha yetib kelganlari bek oz. Farscha, ya'ni Surahu Lug'at, turkcha Suratun Nabi, arabcha Shamshil Bozg'onning Hoshisi, ya'ni Hazrati Mulam Qashqarining asari va farscha Tarixi Rashidi qatorliq kitoblar Sharqiy Turkiston olimlarining Chag'atay davrida yezib chiqqan asarlarining namunalaridan iboratdir. Afsuski, u chog'da o'tgan shoirlarning divonlarini ko'rish menga nasib bo'lmadi. Sharqiy Turkistonlik Ahmad Beg ismli bir shoirni Bobur Mirzo bek maqtab, ya'ni bu kishi Alirshir Navoiy bilan teng darajada shoir edi deb yozgan. Chag'atay xonlarining oxirgisi bo'lgan Sulton Mahmud xonning shoir ekanligi aniq. Sharqiy Turkistonning qadimdan tortib madaniyat va taraqqiyot jihatda turk dunyosining
eng oldingi qatardagi sarkaldalaridan biri bo'lib kelganligini tarixdan ochiq ko'rib olaymiz. Mo'ng'ul hukmdorlaridan va madaniyat ishlarida homiyliklardagi xalqlarga yo'l qo'yish bilan billa Sharqiy Turkistondagi Mo'ng'ul hukmdorlari qisqa bir zaman ichida yerlik xalqning madaniyatini qabul qilgan edi. Ular tinish davrida Sharqiy Turkiston xalqining terilg'u, sanoat va tijorat ishlarining taraqqiy qilishiga yordam qilib, ularning o'z tajriba va seliqlarga uyg'un holda taraqqiy qilishiga yordam qilgan edi. Lekin bu tinish davrlar uzunga bormadi va bu ilgirlashlar maqtug'idek bir pallaga yetmay turib, to'xtab qolgan, hatto orqaga chekinib ketgan. Tinish davrlarga nisbatan uzun muddat davom qilgan janubiy, ya'ni olti shahar va turpan o'lkalarda qo'l sanoat toza taraqqiy qilgan edi. Chunki shimoldagi o'lkalarda to'laroq hukumatning askariy qismlari turgan va u joylarga yerlashgan Mo'ng'ul, Qirg'iz va boshqa ko'chman qabila xalqlarda sanoat yo'q edi. Ular janubdagi xalqlarning har xil qo'l sanoat mahsulotlarining eng yaxshi xaridorlari edi. Mana bu sababdan hunarvanlar kechini kunduzga ulab ishlab, har xil yipak, buz va yung rax, gilam, har xil zinnat buyumlari, qo'ral yaroq, qog'oz va boshqa kundalik buyumlarni ishlab chiqarib, savdogarlar vositasi bilan shimolga opirib sotadi. Tashqi tijorat bo'lsa, ichki jihatda tinchlik bo'lgan va qo'shni mamlakatlardami tinchlik bo'lgan zamonda rivoj topgan. Xitoy va G'arbiy Turkistonga tijorat karvonlari berib kelib turgan bo'lsa-mu, tinchsizlik tufaylidan tashqi tijorat turib uzilib qoladi. Shundaqdimi, Osiyoning sharqiy va g'arbiy o'rtasidagi tijoratning qatnash markazida bo'lgan Sharqiy Turkiston tijoratchilari bu xil tijoratdan ko'p foyda oladi. G'arbiy Tibet va Pamir hech bir hukumatning tavalligida bo'lmag'achqa yo'l omonligi yo'qdi va bu yurtlarga qatnash va tijorat qilish imkonsiz edi. Ammo ichki jihatda ba'zi bir tinchsizlik davrlarini hisobga olmaganda, yurtning janubiy va shimoliy qismlari o'rtasida tijorat har zamon yaxshi eqib turadi. İdari tashkiloti Chag'atay hukmdorlari qo'l ostidagi xalqlarni tövəndikidek 4 sinfga ayirib, har sinfga boshqa vazifa yuklab idora qilgan. Birinchi, Tuman. Bu baj siliq to'laydigan fuqarolardan 10 ming nupusdan tarkib topgan bir jamiyat demakdir. Har bir tumanga xon tarafdan bir, ya'ni tuman begi tayinlagan bo'lib, bular tavallikda o'ltirishliq har bir odam beshiga bir miqdor olvon yig'ib, har yili xonning xazinasiga topshirishga mas'ul edi. Ikkinchi, Qo'chin, ya'ni Sharqiy Turkiston shivisida qo'shun. Askarlikka tizimlatgan ko'pincha Mo'ng'ullar va davlat odamlarga tava bo'lgan qabiladagi kishilar. Bulardan odam beshiga olvon siliq ilinmaydi. Hukumat xohlagan chaqda ularni chaqirib majburan askarlikka oladi. Bularni askarlikka chaqirish yoki oilasiga tarqitish xizmatiga janubda tuman begi, shimolda qabila beglari mas'ul edi. Uchinchi, Oymoq. Ya'ni Sharqiy Turkiston shivisida Oymoq. Davlat oldida obro'yliq, esilzoda va imtiyozli kishilardan tarkib topgan bir qabila. Kanit yoki mahalla odamlardan iborat bir to'plum. Bular hukumatning odam beshiga oladigan olvon siliqidan va
askarlikdan kechirim qilingan. Faqat bir miqdor oshliq va kiyim-kechak olvini to'laydi. Ya'ni oymoq boshliqi bu olvonni yig'ib xazinaga topshirishga mas'ul edi. 4. Shariat mansabdorlari, vahbi mutavvallari, mudarrislar va xotiblar bularning to'laroqlari salohiyati tovan bo'lsa-mu, davlat odamlarining tuqqanlari yoki do'stlari, yurtning isilzodalaridan tayin qilingan kishilardan iborat edi. Alohida shuhrat topgan boshqa kishilarmi bu o'rinlarga tayinlanadi.